Assalomu alaykum, ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyati Tayloq tumani Yastepa mahallasidan bo'lyapti. Ko'rib turganlaringlardek, mana shunday holatga yetib kelgan obyektimiz. Sizlarga bir boshdan tanishtirib o'taman. Bu yog'imiz tashqaridan kirish, mana eshigimiz. Eshikdan shunday kirganda ro'parada mana shunday rakovinamiz, tepasida mana ko'zgusi, sensorlik, atrofida mana shunday 3 xil tarzda svetlari bor, yonib o'chadi. Bu yerimizda kranni chiqarib qo'yganmiz. Asosiy suv keladida, tomga bochkaga chiqib ketadi. Mana shu yerdan o'chirib yoqib turilaveradi. Bochkani to'ldirish uchun mana shu yerga qo'yganmiz. Ochadi, bochkaga suv haydaydi. Bochka to'lgandan keyin mana fortchkani shunday ochsa, mana shu yerdan bochkani slifti, bochka to'lganligini xabari, mana shu yerdan suv tushadi, to'lganligini biladi va bu yerdan bekitib qo'ysa bo'ladi. Kalso yuz sochiq uchun devorlarimiz va patologimiz dekor plastdan bo'lgan, xudo xolasa. Ko'rib turganlaringdek mana shunday ko'rinishda bo'lib turibdi. Pollarimiz 40 matoviy kafellardan foydalanilgan. Bu yerimizga kirmoshinaga joy tashlab ketganmiz. Mana suvlar chiqarilgan, kanalizatsiyasi bor, rezetka ham qo'yib qo'yganmiz. Kirmoshina tushadi, orqasida qolib ketadi bekilib. Mana shunday ko'rinishda bo'lib turibdi. Bu yog'imizda mana motorimiz, avtomat motorimiz bochkadan tushadi-da, mana shu yerga, mana yerga avarenniy kranni pastga qo'yib qo'yganmiz. Mana bochkadan tushadi, o'shadan bekitib ochsa bo'ladi. Bu yog'imizda 80 litrli Aristonni rezetkasi mana bu tomonda mana. Mana shunday ko'rinishda bo'lib turibdi. Ko'rib turganlaringdek 220 ga 220 bo'lgan bu xonamiz. Xudo xolasa razmerlari shunaqa, bo'yi 2 metr bo'lgan. Bo'yi 2 metr bo'lgan. Выключатель, shitlarimiz. Mana, hurmatli obunachilar, keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu xonamiz to'liqligicha kafel bo'lgan, devorlari yo'q, poli. Bu yog'imizda vishilka o'rnatilgan. 80 ga 30 lik kafellardan foydalanganmiz. Patologimiz vagonka bo'lgan. Bu yerga mana issiq urmaslik uchun lis qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa hali buni turbasini qo'yamiz, pechkan turbasini. Dushovoy zonamiz ham kattagina, kenggina bo'lgan mana. Hurmatli obunachilar, butun respublika bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab usta xizmatlarimiz mavjud. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Kommentariyaga olg'a deb bittadan laykcha, yurakcha, olovchalar tashlab portlatib yuborasizlar, xudo xolasa. Bu videoni mana shunday hammon qildirmoqchi bo'lgan tanishinglarga maksimal darajada jo'natib qo'yasizlar. Poddeshka qilib, obuna bo'lib, layk bosishda davom etib turasizlar. Sizlar bilan men Muhammad Usmonatqulov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishamiz.